Allohning o'ziga xos bo'lgan hukmlarda, Allohning o'ziga xos bo'lgan boshqaruvni endi boshqa insonlarning manfaatiga to'g'rilab berishlik uchun dinni qiyshaytirib, yo bu yog'idan buzib, yo bo'lmasam noto'g'ri talqin qilib aytish dindan o'zini dunyoviy foydasiga foydalanish bo'ladi. Masalan, bugungi kunda bizning davlatlarimizda, ya'ni O'rta Osiyo davlatlarini olaylik, ya'ni o'zimiz tanigan, tilini tushungan, bilgan ustidagi boshliqlariga qaraydigan bo'lsak, birortasi islom hukmlariga amal qiladigan, islomiy farzlarni, vojiblarni farz vojib deb tan oladigan odamlar emas. Ya'ni men kofirlar deb turib ularga kufr e'lon qilayotganim yo'q hozir. Ya'ni ularda asli biz ko'zimiz bilan ko'rayotgan narsalarini aytyapmiz. Masalan, tarixda juda o'zini zolimligi bilan mashhur bo'lgan Hajjoj ibn Yusuf degan, ya'ni Saqafiy deb, Saqif qabilasidan bo'lgan shu Hajjoj ibn Yusufni odamlar zolim degan, fosiq degan. Zolim, fosiq o'sha Hajjoj qanaqa odam edi desa, 5 mahal namozini ado qiladigan odam edi. Ro'zalarini ado qiladigan, hajini borib qilib umrasini qiladigan odam edi. Qur'on tilovat qilar edi. Alloh harom qilgan narsalarni ochiq, ya'ni aniq bo'lgan Alloh harom qilgan narsalardan qaytaradi. Masalan, aroq ichib ko'chada urushtirib ichib o'tiradigan odam emas edi-da. Ya'ni kofirni boshliqlari kelsa, keling deb aroq urushtirib o'tiradigan odam emas edi. Ochiq zino qiladigan ishlarni qilmas edi. Faqat boshqa musulmonlar bilan ixtilof bo'lgan ishlarda ustida ixtiloflarga kirib va o'zini kuchidan foydalanib, o'sha yerdagi ixtilofda zo'ravonlik qilib o'zini gapini o'tkazganligi uchun va ularga zulm qilganligi uchun buni fosiq, eng katta zolim tarixdagi deb tanilgan. Endi o'sha eng katta zolimning sifatlari bugungi bizning odamlarda, ya'ni odamlarda aytgandan maqsad o'sha boshliqlarda qanchalik suratda topiladi? 5 vaqt namoz o'qishadimi? Qaysi biri 5 vaqt namoz o'qiydi? Ya'ni islomning asosiy farzlaridan. Islomga gullatib yashanayapti deyotganlar mana shu narsalarga e'tibor bersin. Ramazonda qaysinisi roza tutyapti? Qaysinisi puli yetganda borib haj qildi, umra qildi? Qaysinisi kunda Qur'on tilovat qiladi? Qaysinisi mana aytayotgan harom ishlardan qaytadi? Ya'ni mana shu holatda buni zolim yo bo'lmasam fosiq desa bo'ladimi desa, shu zolim, fosiq deyishlikdan qo'rqib dinni har qancha ta'vil qilish kerak bo'lsa ta'vil qilishyapti. Ya'ni mana shu odamlar dinni yuqoridagi hadisda kelganiga o'xshab dunyo manfaati uchun o'rganib, asli oxirat ishlari uchun bo'lgan joyiga sarflagan. Vallohu alam biz bularni dinda niqob qilib oldi demaymiz shunda ham. Nimaga deganda bu o'zlari musulmonlar, bular dinda niqob qilgan emas. Tug'ilganda islomiy oilada tug'ilgan aksari. Shu dini bilan yashab kelyapti odamlar, ular ibodati bilan, boshqasi bilan taniydi, Qur'on tilovat qilishadi, boshqa qiladi. Bularni biz dinda niqob qildi demaymiz. Bu odamlar zaiflik qilib ba'zilari fosiqlik qilib, ba'zilari shu o'zidagi haqda aytishga yetadigan kuchni tanalarida topa olmasdan, lekin ichidan achishib bo'lsa ham zolimlarga bo'yin egib shularning gaplarini eshitib yurgan odamlar. Ba'zilari tavba qilyapti, hatto qarshi chiqqanlari bo'lgan. Bugungi kundagi o'sha turmalarda yotgan 10 minglagan musulmonlar o'sha qarshi chiqqan toifalari. Ya'ni ey fosiq, ey Allohdan qo'rqmagan, harom ishini bunaqangi oshkor qilmagan. Bu ummat islom ummati. Bular Allohning hukmi bilangina, ya'ni islom hukmlari bilangina yashashlikka haqli. Undan boshqa g'oyri islomiy bo'lgan narsalar bularga to'g'ri kelmaydi deb ochiq baralla aytishgani uchun bugungi kunda 10 minglagan odamlar o'sha O'zbekistonda va o'sha boshqa O'rta Osiyo davlatlarining turmalarida yotibdi. Endi dinni niqob qilganlar kimlar desa, masalan, men dinni niqob qilgan odam degan tushunchada meni o'zimni tasavvurimga nima keladi? Dinni niqob qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Masalan, g'arb tarafidan bugungi kunda missionerlar jo'natilyapti haligi. Baptistlari bor, iyagolari bor, boshqa yana otlari ko'p. Ya'ni diniy suratda, ya'ni din kishilari degan bir narsa bilan kelishyapti-da, aslida bu yerda o'sha o'zlarini buzuq razvedkalarini yurgizyapti, bu yerda o'sha o'zlariga
missionerlarni tayyorlayapti, boshqa qilyapti. Mana shu odamlarni dinda niqob qilgan odamlar desa, bilmadim, shu yotsa kerak ancha-muncha. Nimaga deganda ular ham asosan dinda niqob qila olmaydi-yu, lekin o'sha dindan foydalanishadi o'zlarini ishlarini yurgizish uchun. Hatto o'shalarning orasida ham o'shini botil bo'lsa ham dinini haq deb yurib, shunga jon kuydirayotganlari bo'lishi mumkin. Endi bugungi kundagi bizi matbuotlarda ishlatilayotgan, ya'ni musulmonlarga nisbatan ishlatilayotgan shu dinda niqob qilish degan so'zlarga to'xtaladigan bo'lsak, dinda niqob qilib olish degani dinni qo'yib olib, o'zi bu dindan tashqaridagi odam, bu dinga aloqasi yo'q odam. Oldiga dinni qo'yib oladida, shu dinni asos qilib ko'taradi, o'zi musulmon emas. Ya'ni kofir bo'ladida, o'zini kufr ishlarini qiladi. Matbuotda yomonlayotgan musulmonlarning orasida bunaqalari yo'q. Nimaga desa, dinda niqob qilgan odam, sizlarga bunday ochiq, sodda, har bitta odam tushunadigan suratda gaplashsa yaxshi bo'ladi. O'zlari aytayapti, bugungi kunda turmalarda namoz o'qiyotgan odamlarni namozdan qaytarishyapti. Ya'ni turmani qoidalariga to'g'ri kelmaydi deb azoblasa ham namoz o'qiyapti. Men shu narsani tushunmayman-da, tashqarida imomlarimiz yo imom bo'lmagan o'sha hatto ketiga ishton kechdi bilmaganlar ham chiqib olib dinda niqob qilib, ular boshqa deyapti. O'sha dinda niqob qilib oldi degan odamlar avratlariga qaynoq suv quyib kuydirsa ham namoz o'qiyapti. Ursa ham namoz o'qiyapti. Izolyatorlarga oylab yopib o'sha yerlarda azoblasa ham namozini o'qiyapti, ibodatini qilyapti. Niqob shunaqa bo'ladimi? Niqob degani shunday kiyib oladi, ishi bitirgandan keyin shunday yechadi, shunday irg'itadi. Shuni niqob deydi. Ha, bular 18 yildan beri azoblansa niqobini yechmayapti hali. O'zlari aytgan dinni niqob qilib oldi degan niqobni yechishmayapti. Niqob shunaqa bo'ladimi? Endi o'sha dinni niqob qildi deb gapirayotgan odamlarni ko'rsang, ustida bir islomda bir hidi ham yo'q odamlar. Na amalida bor, na gapida bor. Endi dinni niqob qilish deyotgan narsada har bitta aql egasi solishtirib ko'rsin. Dinni niqob qilayotganlar kimlar? Qachon o'sha maskani kiyib, qachon o'sha maskani suroga o'tgandan keyin o'sha maskasini yechib qo'yapti. Buni aql ko'zi bilan qarab yechadigan narsa bu. Albatta dinni niqob qilib olgan odam 18 yil azoblasa ham, majbur qiynasa ham, taqiqlasa ham namozini o'qimaydi. O'sha bugungi kunda dinni niqob qildi deb og'iz ko'pirtirib gapirayotganlarda 2 marta dubin kaman tushirsa, dinidan ham, namozidan ham hamma narsasidan kechib yorsa kerak. O'zi aksar o'sha dinni niqob qilib deyotgan odamlar o'zi benamoz, hatto avratini ham yopmagan, orqasi ochiq odamlar. Bu dinni niqob qilish haqidagi tushuncha edi. Endi bu birodarimiz savolda ikkinchi narsasi bor, ya'ni musulmonlarning ongini zaharlab degan. Ongni zaharlash degan tushuncha qayerdan kelgan, qanaqa tushuncha? Ong zaharlanadigan narsami? Masalan, ongni zaharlash degan majoziy ishlatiladi albatta. U ovqat maski, go'sht maski, boshqaki uni zaharlab qo'ygan. U ong. Endi albatta bunga majoziy suratda ongni zaharlab degan so'z ishlatiladi. Endi ongni zaharlashda voqeasi qanaqa bo'ladi? Odamlari tasavvuriga bir narsa kelish kerak edi. Ongni falonchini ongini zaharlab qo'ydi. Desa, falonchini ongida bir fikr bor ediki, bittasi boshqa fikrni olib keluvdi, endi fikrlari buzilib ketdi. Musulmon kishiga ongini zaharlab degan lug'atda ishlatsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Birinchi shu bahsni yechib olaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka shahrida da'vatlarini boshlab, islom risolatini ko'targan mahalda eng mashhur gap odamlarni ongini zaharlaydigan inson deb aytilardi. Ya'ni Muhammad alayhissalomga nisbatan. Makka mushriklari Makkaga tashqaridan kim kelsa, shularni o'tkazib olib avval, "Ey, ehtiyot bo'lgin, bizda bir Muhammad degani chiqqan. Ongini zaharlaydi." Ongini shunaqangi zaharlab qo'yadiki, aka, uka, ota, ona, bola, chaqa, xotin degan tushunchalar qolmaydi, buzilib ketadi. Erni xotindan, otani boladan ajratib tashlayapti bizda. Otasi mushrik, bolasi mu'min bo'ladigan bo'lsa, ikkalasining o'rtasida aqidaviy tushuncha kelishmay qolyapti. Shunaqa qilib qo'yapti, ya'ni zaharlab qo'yapti ongini. Ehtiyot bo'lgin deb hammani ehtiyotkorlikka chaqirardi. Mushriklarda, ya'ni islomdan tashqaridagi bo'lgan kimsalarda ongni zaharlash degan lug'at ishlatiladi. Eskitdan ham ishlatiladi,
tarix davomida ham ishlatib kelgan, bugungi kunda ham eng ko'p ishlatayotgan gaplardan bittasi.